Axskentdagi obyektimiz ko'cha tomonlarni o'tkazdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sifatiga bizga bitta baho berib, yoqsa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham chiroyli chiqib qo'ydi o'zi ham. Alkafondan roverlarni qo'yganmiz, o'rtalariga oyna enerjivaka tulkalarni aniqlab berganmiz. Bu yoq tomoni mana diplomat qo'ygan. Kattaroq obyektimiz ham to'g'rizxonasiga Xudo xolasa bitgandan keyin obzor qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana joy mana alkafon. Mana alkafon, tumkafon alkafon qilinadi. Mana bunisi alkafon, bunisi tumkafon. Matviy tumkalarimiz, mana glansiya alkafon. Qaysi biri yo'qda? Izohlarda qoldirgan fikringlarni. Alkafonmi yoki tumkafonmi? Mana o'stirmasi. Tumkafonli o'stirmamiz. Sal qorong'i tushib qolgani uchun harorat chiqyapti joyimiz. Oldlar kichkina o'stirma ekan. Bu alkafonli o'stirmamiz, bu tumkafonli o'stirmamiz. Yoqqanini belgilab ketaylik.